Assalomu alaykum azizlar. Men Shakarov To'lqin Ismatovich. Olmaliqda yashayman. 1963-yilda tug'ilganman. Hozirgi paytda Moskva Misis universitetining Olmaliq filialida dotsent vazifasida ishlayman. Menga 2017-yil qandli diabet kasalligi bo'yicha diagnoz qo'yildi. Keyin men borib doktorlarda davolandim. Ular aytishdiki, har 6 oyda endi davolanib turish kerak. Bir kurs ichini olganimdan keyin dorilar yozib berdi. U dorilarni endi har doim ichish kerakligini aytishdi va men ichib yurdim. 2 yil davomida har yarim yilda maxsus lecheniyalar oldim. Keyin 2019-yil meni qo'limga bir kitob tushib qoldi. Bu kitob muallifi Sherqo'zi G'oziyev ekan. Ular u kishini biz oldindan bilardim. O'sha televizorda, o'sha qiziqchilik, qo'shiq aytish sohasida mukammal ustoz sifatida keyin o'qib ko'rdim. U kishi oxirgi paytlari tabiblik bilan shug'ullanayotgan ekan. Keyin men o'sha adreslarini topib Toshkentga ular huzuriga bordim. Ular bilan suhbatlashdik, o'zlarining tarixlarini aytib berishdi va 4 oy davomida 3 ta kurs lecheniya olish kerakligini menga uqtirdi. Va men ular tavsiyasiga ko'ra o'sha davolanishda o'sha tabiblar davosi bo'yicha davolanishga kirishdim. Va men o'sha davolanish jarayonida birinchi shu 3 kun 5 kun ichida sirazu o'sha dorilarda ta'sirini seza boshladim. Va katta umid va ishonch bilan, katta bir ixlos bilan Allohdan shu shifo berishini so'rab davolandim. Va 4 oydan keyin o'sha muolajalar tugagandan keyin qon tarkibidagi qand miqdori normaga tushdi va mana o'sha paytdan keyin pasti 1,5 yil vaqt o'tdi. Shu vaqt davomida men o'sha doktorlar aytgan qandli diabetga qarshi bironta dori ham ichganim yo'q. Ilgari demak doktorlar menga vrachlar parhezda yurishlikni va bu qand kasalligining davosi umuman meditsina amaliyotida davolanmaydigan kasal hisoblanadi deb aytishgan edi. Avvalambor Alloh taolaning amri bilan va mana shu Sherqo'zi G'oziyev akamizni Alloh taolo sababchi qildi. Men mana shunday bir og'ir darddan forig' bo'ldim. Men mana 1,5 yil ichida hozir parhez juda katta e'tibor berilmaydi, dasturxonga qo'yilgan hamma taomlar tanovul qilinadi. Albatta faqat qandli diabet kasalligi emas, barcha yoshdagilar albatta ehtiyot bo'lish kerak. Ko'p iste'mol qilmaslik kerak shirinliklarda. Men mana shu davo topdim, Xudoga ming qatla shukr. Albatta katta Sherqo'zi G'oziyev akamlarga katta minnatdorchilik bildiraman. Tani boshlari sog' bo'lsin, xalqimiz baxtiga sog' salomat bo'lsin. Ana ularning dargohlaridan kelajakda ko'pdan ko'p shifo izlab borgan dardlarga Alloh taolo shifo berishini va bu tabib akalarimizni sababchi qilishlarini so'rayman. Rahmat.